Assalomu alaykum, shifer kuzatuvchi obunachilar. Mana yangilik. Endi shifer sotishdan ko'ra shiferni qoqish narxini ham mana tushuntirib beramiz akalar. Ustakam o'zi hozir videoga chiqishga ijorat bo'lyapti, aytib beradi. Aka, mo narxlar necha pul bo'lyapti? Shiferda bir dona shifer qoqishlik. Shifer 50 ming, 55 ming holatiga qarab qo'yamiz. Ha, aka ko'ryapsizlar. Ha. Tamnolari alohida qo'yib beramiz. 30 ming, 25 ming atrofida yon chiqaradi metrini. 25 ming. Ha, hozirgi kunda 50 ming so'm bo'lyapti. Shu mana shu holatga olib kelishlik shiferda bir donasiga hisoblanadi, aka? Bir donasiga hisoblanadi. Ha, bo'ldi aka. Mana sifatli lo'nda. Ishimizga javob beramiz. Xolos, ishiga javob beradi. Keyin aka, qayerlargacha borasizlar? Hozir mana Andijon viloyati, Andijon shaharda olanyapti bu video. Shahar do'stlari bular. Endi sizlarga misol buyurtmay, ko'pchilik ko'radi bu narsani. Qayergacha borib xizmat ko'rsatib bera olasizlar? Andijon bo'ylab. Andijon viloyati bo'ylab. Ha, bu Andijon viloyati bo'ylab, xudo xolasa ishlar chiqib qolsa, bu ishni bitirib bera olasizlar. Faqat shifer qoqasizlar-da, to'g'rimi? Yo'q, biz ishimiz tunikafon, alkofon hamma ishni qilamiz. Ha, bu ishni qilib bera olar ekan. Ha, poldan to shu yog'och ishi bo'lsa bo'ldi. Hammasini bitirib bera olasizlar. Tunikafon ham qilib beramiz. Ha, gap yo'q aka. Mana akalar. Mana ro'paradagi tomni ham mana akalar o'zlari qoqqan ekan. Buni ham bitirib beryapti. O'sha Andijon shahar do'stlari aka. Ammo ish sifatiga xudo xolasa o'zim ham ko'rib turibman, ancha sifati zo'r. Konkretni qilib beryapti-kan. Mana aka. O'zingizlar ko'rasizlar. Hozir buni starapili ham, reykasi ham sasnadan bo'lyapti. Cho'rnilari, to'sinlari teri. Ha, cho'rni, to'sinliklar teri bo'lyapti. Asosiysi shifri kerakli joyi mana shu sasna. Reyka bilan starapili sasna bo'lsa, xudo xolasa konkretni yorlamaydi ham. Ishiga javob, xudo xolasa sifati zo'r. Konkretni. Shiferda mana shunaqa sivillarni teshib qattiq qoqib beramiz. Ha, shiferda ham mana zo'r ekan. Sivillarni teshib qoqadigan bo'lsalar, ancha-muncha yorlamaydi. Ha, bu hozirgi hol bumash tomga qanaqa shifer qoqyapsizlar aka? Eko shifer. Eko quvasa shifer qoqyapsizlar. Sifati zo'r, xudo xolasa. Gap yo'q. Rahmat akalar. Nomeringizni aytib ketasiz aka? Nomerim aka 97lik 39 0512. Aha. Farhod. Ismi Farhod aka ekan, aka. Pastga nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bir qator o'ziga aloqaga chiqib, Andijon viloyati ichida xizmatlar bo'lsa, to'n qoqish xizmatlari bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Ishlar bitirib beradi aka. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.